Narkoman bo'lish qanchaga tushadi? Bu ko'zlarda yo'q olov, ko'zlarda sintetika, boshqacha estetika, tuzlar ham paketikda. Yuzim tabassum, moddiy arifmetika, lekin negadir atrofda hamma yo sintetika. Narkotik bu o'zi nima? Boshida qiziqish, keyin qaramlik, oxirida esa yo'qotish. Tez qaramlik miyaga, yurakka juda ham og'ir zarba. Mef, sol, sintetika bu barchasi o'lim. Narxlariga keladigan bo'lsak, 300 mingdan 800 minggacha. Sol, skoroskga keladigan bo'lsak, ularni qora bozorda sotilishi 300 mingdan 100 dollargacha bo'ladi. O'simlik asosidagi moddalar yengil deb o'ylashadi, ammo juda ham xavfli. Gash, kalla, nasha qora bozordagi narxlari 200 mingdan 600 minggacha. Tabletka va medikamentlar ko'rinishidan oddiy, ichidan esa halokat. Regapen, Zartex, Lirika donasi qora bozorda 50 mingdan 100 minggacha. Undan tashqari Trop, ya'ni Tropikamid 300 mingdan 600 minggacha. Bularning orasida eng qimmat narxi esa bu o'zingizni yo'qotishingiz. Ular xotirani o'chiradi, yurakni ishdan chiqaradi, oilani parchalab yuboradi. Hayot bu bir martalik imkon. Narkotik esa boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q yo'l. Afsuski, tabletka va medikament vositalarining eng asosiy iste'molchilari hozirgi vaqtda bu yoshlar bo'lmoqda. Kuniga 2 tabletka. Bu minimal doza. Lekin afsuski bu ham kamlik qilmoqda. Bir kunlik xarajat 600 mingdan 800 minggacha. Endi esa asosiy savol: yoshlar bu pulni qayerdan olishmoqda? O'g'rilik, birovni talon-taroj qilish, urush janjallar mana shuni orqasidan kelib chiqmayaptimi? Bir kunlik kayf uchun hayotingni almashma.